Men bilmayman. Bu erda kim ko'proq xiyonat keldi. Sen yo'qimen, lekin bilganimda sen meni o'rdik, endi esa seni ko'rkuvingni ko'raman. Bu so'zlar Dilnoza qalbidan chiqib ketganida. U o'zini birdan bo'sh his qildi. Har bir nafasida o rik, har bir yurak urishida o xiyonatning achchiq ta'mini sezardi. U hech qachon o'zini bunday yolg' izviye ishonchsiz his qilmagan edi. Dilnoza va uning eriga, Jasurga, bir yil bo'ldi turmush qurganiga. Dastlab hammasi mukammal edi. Ularni uylanishi oilalaro nishonlar, quvonch va tabassum bilan o'tgandi. Lekin jiy oylar ichida Jasurning zati harakatlari o'zgara boshladi. U kechqurunlar uyga kech kelardi. Telefonda sirli xabarlar, vaqti bilan ajablantiradigan sirli chaqiriqlar. Dilnoza ichidan bir narsa noto'g'ri ekanini his qilar edi. Lekin Jasurning mehribon yuzidan boshqa hech narsa ko'rmaslikka urinardi. Bir kuni Dilnoza telefonini tozalashga urinayotgan paytida Jasurning xabarlaridan birini ko'rib qoldi. O xabarda boshqa ayolning ismi yozilgan edi, Nilufar. Dilnoza yuragi birdan to'xtagandek bo'ldi. U har doim ishonchli va mustahkam oila qurishni orzu qilgan edi. Endi esa uning dunyosi bir lahzada qulagandek tuyuldi. Uning ko'zlari yoshlarga to'ldi. Lekin Dilnoza cho'tirjam bo'lishga harakat qildi. Siz cho'lagan narsaga erishdingiz, Jasur. Lekin bu endi sir bo'lib qolmaydi, dedi u jimlikni buzib va xabarlarni Jasurga ko'rsatishga qaror qildi. Jasur uyga kirganda Dilnoza uning oldiga alkuymasdan bordi. U telefonni lida ushlab shunday dedi. Men sening siringni bildim, Jasur. Nilufar bilan nima bor? Jasurning yuzi qattiq tus oldi, lekin u javob bermadi. Dilnoza uning jimligini buzdi. Javob ber, yoki men o'zim hal qilaman. Shu payt Jasur birdan panikaga tushdi. U qo'llarini osmondagi odamlar kabi havoda tebratdi. Lekin so'zi topa olmadi. Dilnoza ko'zlariga qaradi va ich-ichidan qaror qildi. U endi o'zini himoya qilmasdan turishga tayyor edi. Jasurning yuzidagi u endi ilgari hech qachon ko'rmagan darajada edi. Keyingi kun Dilnoza Jasur bilan yuzma-yuz kelishga qaror qildi. Ularni o'z uylaridagi mehmonxonada kutib turdi. Jasur ich-ichidan bilardi. Kecha qilgan ishining oqibatlari kelishi shart edi. Dilnoza esa o'zining ichki kuchini yengib sukut saqladi. Lekin qalbi hamon titrab turardi. Men seni kechira olmayman, Jasur. Sen meni o'rding, meni xiyonat qilding. Ammo men sening ko'rkuvingni ko'ryapman, dedi Dilnoza. Jasurning ko'zlari katta ochildi. U nafasini tutib qoldi. U endi oldinga qadam tashlashga ham, orqaga chekinishga ham jur'at qilolmasdi. Shu payt Dilnoza qaror qildi. Men bu xiyonatni sening o'zing hal qilishingni kutmayman. Men o'zimni qadrlayman, hayotimni qadrlayman. Agar sen meni sevgan bo'lsang, sen ham meni hurmat qilgan bo'larding. Endi esa bu yomon odatlar bilan qolishing kerak emas. Jasorat bilan to'g'ri yo'lni tanla. Jasur ich-ichidan uyini, o'zi oilasini, Dilnozani va ularning kelajakni yo'qotganini his qildi. U endi nafaqat qo'rqayotgan edi, balki ich-ichidan o'zgarmoqchi edi. U Dilnoza oldida bukilib so'zini aytdi. Men xato qildim, Dilnoza. Sen haqingni aytding, men esa o'zimni yo'qotdim. Men kechirasan deb umid qilaman. Dilnoza esa shu payt ich-ichidan qaror qildi kechirish, lekin unutmaslik. Seni kechira olaman, Jasur. Lekin bu endi eski hayotimizga qaytish degani emas.
Sen o'zgarmasa. Bu nikoh faqat shaklda qoladi. Hayot bu imkoniyatlar va ijodlardan saboq olishdir. Shundan so'ng, Enji, Jasur Dilnozaga chin yurakdan o'zini isbotlashga qaror qildi. U nafaqat Dilnozaga, balki o'ziga ham. U har kuni uyga erta kelardi, telefonini ochiq qoldirardi va Dilnozaga hurmat bilan qarardi. Dilnoza esa asta-sekin uning ichki o'zgarishini his qildi. Ularning nikohi endi eski shikastlangan va xiyonatga to'la bo'lgan emas, balki yangi imkoniyatlar, ochiq muloqot va samimiy mehr bilan to'ldi. Bu hikoya shuni ko'rsatadiki, xiyonat va o'rik vaqtincha qalbni charchatishi mumkin, lekin insonning ichki kuchi va o'ziga bo'lgan hurmati eng katta davolanish vositasi bo'la oladi. Dilnoza o'zining qadriyatlarini tanladi. Jasur esa xatolaridan saboq oldi. Har bir inson hayotida ajoyib lahzalarni boshdan kechiradi, lekin har doim tanlov va o'zgarish imkoniyati mavjud. Oksirida, Dilnoza va Jasur bir-birlariga qarab jilmayishdi. Bu jilmayish faqat kechirishning belgisi emas, balki ular bir-birini yanada chuqurroq tushunishni va hurmat qilishni tanlaganliklarining ramzi edi. Har bir yurilish, har bir xiyonat ularni zaiflashtirmadi, balki yanada kuchliroq qildi. Hikoya shuni ko'rsatadiki, o'girik va xiyonat insonni sindira olmaydi. Agar inson o'zining ichki kuchi va qalbining nuriga ishonsa. Dilnoza va Jasur misoli bizga o'rnak bo'lib, har qanday o'yer vasiyatda ham insoniylik, hurmat va sevgi bilan yo'l topish mumkinligini eslatadi.